Hürmetli vatandaş, bugün Çislağa 2022 yıl 2. ayının 6. günü. Vaziyet ve muhakeme. Beijing'deki körek. Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin 2. ayının 4. gün düştün keyin yetip geldi. Murasim ötküzüldüğün payt ettiği saat 10'da emas. Düştün keyin ötküzüldü. Körekten keyin, düştün keyin yetip geliş bilen ziyafet berdi değildi. Ameliyatı onda iş emezken. Hazırki obzorchi Johnson Jen'in sözüge aytqanda devlet ziyafeti veya ki bir devlet rehberlerine berdiğin ziyafet, unda ziyafet emas, adettikidekler. Siz biz özüre olturup tamak yegendek bir işken vatandaş. İkinci noktada, mesela Kazakıstan'ın prezidenti Tokayev, Türkmenistan'ın prezidenti Xudoberdiyev, bular yetip kepti, bular Beijing'de 24 saat turuptu. Cumhuriyet'in reisi Xi Jinping Tokayev bilen Xalq Vakillar Qurultayı'nın yığın zalida görüşüpti. Chet elliklerini, chet el devlet rehberlerini qabul qildigan zalda görüşüpti. Mesela Xudoberdiyev Türkmenistan'ın prezidenti bilen hem şundaq görüşüpti. Biroq şu arlıqda şu günde Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin bilen Xalq Vakillar Qurultayı'nın mehman kütüş zalida görüşmey prezident Vladimir Putin'ni devletay mehman kütüş sarığı ekilip görüşüpti. Demek muşu jarayonda Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin Cumhuriyet hakaretlendi degan. Cumhuriyet devlet rehberleri hakaretledi degan. Dastlabki uchrashuv, dastlabki ko'rishda asli qoida bo'yicha Reis Xi Jinping prezident Vladimir Putinga qo'l uzatib, qo'l berib ko'rishishi kerak edi. Akşam suratni ko'rdik, qarshilish paytidagi suratni ko'rdik. Prezident Vladimir Putin qo'lini chiqarib ko'rishga tamshalganda Reis Xi Jinping o'rilibla ketip kaldı. Bu bir ko'rinishda. Shunchidan yana prezident Vladimir Putin tunigun dedikmi, sizlarga demadikmi? Ko'rak minbarda turganda o'zi yolg'iz. Ya Rossiyalik birga kelgan mehmonlardan bir kishi yo'q, yoki Cumhuriyet'in hamrohi bo'ladigan bir kishi yo'q. Lekin ko'rak sahnasining ikkinchi tarafini ko'rsatganda Reis Xi Jinping uning yanida ayoli Feng Liyuan, yana bir tarafida bir chet ellik amaldor. Qaysi devletning ekanligini bilinmadim, manda Goyters efendi bor. Muşular sahnada turibdi. Ajablining hurmatli vatandoshim, Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin bu sahnaga yoki ko'rak sahnasiga taklif qilinmoqda. O o'zi yolg'izli bir yerda o'ltirib, chandurmay, kulib turib, ko'rak ko'rayotgan ko'rinish ko'rsatildi vatandosh. Vaqatim Beijing rehberlerinin prezident Vladimir Putin, Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin'a ko'rsatgan soğuk talatini mana moshinadan ko'rib olasiz vatandosh. E'lon qilingan bayonot, o Putin bayonotni men ko'rib chiqanmidim, nihoyat uzun gap ekan, lekin diqqat qiladigan bir nuqta bayonotning mazmunida, mazmun qurilmasida Cumhuriyet taraf mu veya ki iki taraf mı bilgili olmaydı. Ukrayna degen bir isim yok. Ukrayna degen bir isim yok. Tayvan meselesi var. Enindeki tünügü silah kösettik. İki devletke qo'shni rayonlarda muqimlikqa tahdid soladigan, buzg'unchilik qiladigan, tinchlikqa tahdid soladigan, buzg'unchilik qiladigan biz buning jug'rofiy o'rnini, jug'rofiy zonasini tilga sizlarga topshirdik. Rossiya bilan Cumhuriyet o'rtasidagi chegara, uzun so'zilgan chegarada hozir xalqaro jamiyat diqqat qilayotgan bir Uyg'uristondan boshqa hech kim yo'q. Rossiya, Cumhuriyet o'rtasida Tibet, albatta Hindiston chegarasi. Hech kim yo'q. Hech qanday davlat yo'q. Demak, ikki davlatga qo'shni o'lka, qo'shni rayonlar, Rossiyaga qo'shni Uyg'uriston, Xitoyga mustamlika Uyg'uriston. Mushu rayon masalasi to'g'risida
ikki davlat ortiqcha gap qilmasmi, lekin bu yerda intayin yo'shurun o'qitish bor. Boshda aytdiq bir xabarda, bir maqolada elchi bo'lib keldimi, aloqalash kishi bo'lib keldimi yoki zada qandoq keldi. Jungoliklar buni faraz qilyotdi. Ya'ni prezident Vladimir Putin dedi. Demak, bu yerda elchi bo'lganda siz o'ylang, biz o'ylang, bu yerda biz xalqaro jamiyatning elchisi deymiz. Vatandaşım yıl 5'i deyimiz, ameliyatı yıl 5'i yıl ahırıdan başlanıdı. Ötken yılı 12. ayının 23. günü Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Joe Biden Uyg'urlarni mecburi emgakka selish qonuniga imzo qo'ydi. Bu qonun rasmiy kuchga ega bo'ldi. Men shu yil oxirida so'zlagan so'zimda sizga shundoq dedim. Bu yıl 2021 yıl, bir yıl degide Uygur yılı bo'ldi, Uyg'uriston yılı bo'ldi dedim. Sebepni ko'rsatdim. 2021 yılı, 1 ayının 19. günüde avvalgi hükümetinin sabiq davlat ishlar katibi Mike Pompeo, Xitoy hükümeti, Jungo hükümeti, hozir Uyg'uristonda irqiy qirg'inchilik elib beryapti dedi. Faqatla bir kun o'tdi. Prezident Joe Biden Oqsaroyga kirdi, vazifa topshirib oldi. Shuningdan keyingi shu yilning 12 ayının 23 kuni kelganda Uyg'ur qonuniga imzo qo'ydi. Demak, bu yil oxiri dedik. Amaliyotda 22 yilning 5'i hisoblanadi vatandosh. Shundami? Endi 22 yilning 5'i hisoblanadi. Prezident Joe Biden Uyg'ur qonuniga imzo qo'ydi. 2 oyda 2 ayning 4 kuni Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin olimpik murosimi sebebi bilan Beijingga yetib keldi. Buningdan burun 2021 yılı 6 ayının 14 günü Kreml'da Amerika Qo'shma Shtatlari NBC televiziya radio stansiyasining muxbiri Simon Appendining ziyoratini qabul qildi. 6 ayının 16 günü Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden bilan janvada suhbat o'tkazdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin. Shu arliqda Uyg'ur qaysi şekilde oturup qo'yilishini qat'iy nazar vatandash. Yoki yo'lliq bo'lib Xitoyning boshqarishi demdi, yoki yo'lsiz edi demdi, yoki kishilik huquqi demdi, demam baribir. Lekin bu yerda bir ism Uyg'ur degan ism Kreml sariyi prezident Vladimir Putinning oldiga qo'yildi. Bugun siz shuni o'ylab baqingki, bugungi kunda xalqaro jamiyat prezident Vladimir Putinni Jungoga olimpik murosimiga avatganda qo'shimcha elchilik bilan keldimi qanday? Cümleden Uyg'uriston meselesi. Ben talaqatim sözledim sizge. Uyg'uriston meselesi Rossiya bilan Jungo o'rtasidagi mesele. Tushundingizmi? Uyg'uriston meselesi Rossiya bilan Jungo o'rtasidagi mesele. Jungo Rossiya ittifoqligining asosi. Ya'ni mustamlik qilish Uyg'uristonni endi bugun kuni kelganda Uyg'uristonni qandoq bir taraf qilamiz degan savol bilan chiqqanda Uyg'uristonni asliga, ya'ni 2-3 qatim qurilgan jamhuriyatni asliga keltirishdan iborat tarixiy, siyosat tarixi va siyosiy madaniyat tarixining real ahamiyatini, tarixiy ahamiyatini, tarixiy xatoligini va bugungi reallik tuzitishni xalqaro jamiyat o'ylab yetdi desa, bilguchi Alloh vatandosh. Hozirgi tartib bu shundoq kelyapti vatandosh. Ko'rib baqaman, men sizga sanab baqalarni ko'rib baqaman, sen ham Allohni selishtirib baqan, hurmatli vatandoshlar. Bu qatam nemishqa Beijing hukumatiga rais Xi Jinping prezident Vladimir Putin bunda so'q muomala qildi. Bu yerda prezident Vladimir Putin bosh elchilikka yarasha, ya'ni bosh elchi kechiringlar, xalqaro jamiyatning elchisi bo'lib kelganiga yarasha bu yerda gapni ichib etdi vatandosh. Şunu Jungoliklar xolimidi. Uning og'zidan chiqayotgan gaplarni xolimidi. Bo'lib Uyg'uriston masalasida diqqat qildingizmi? Ikki davlatga qo'shna rayonlarda g'arb dunyosi og'dirmachilik qilyapti yoki
tinchlikqa buzg'unchilik qilyapti yoki muqimlikqa buzg'unchilik qilyapti. Bu gaplar diplomatiya sohasida, cho'ng davlatlar o'ttirisida o'ng'ayli o'ttirg'i chiqadigan gap emas. Taroziga selinib, eg'ir yenikligi tarozida tortilib, eningdagi o'ttirg'i chiqadigan gaplar, hurmatli vatandosh. Bugun endi hozir sizlarga nima dedik? Oqsaroyning bayonotchisi J.P. Saki dedik, ogohlantirish Jungo hukumatiga. Agar Ukrainada urush bo'ladigan bo'lsa, bu sening xalqaro manfaatingga daxlataruz yetkazadi dedi. Ikkinchidan NATOning boshlig'i Stoltenberg nima dedi? Biz sening Iran, Rossiya jungo birlashib, endi dengizda elib bo'lgan manevringga diqqat qilyapmiz. Harbiy ishlaringga diqqat qilyapmiz. Demak, bu tor betlarda, gazetlarda, xabarlarda kelayotgan "Voy jungolar Rossiya birlashdi, Amerika qarshi turdi. Voy jungolar Rossiya harbiy ittifoq qurdi, Amerika qarshi turdi." O gaplar bugun mushu bayonotga Jim Psaki Oqsaroyning bayonoti, Jim Psakining bayonotidagi hech nimaga arzimaydigan quruq gap. Demak, sen jungo Rossiya birlashib, harbiy ittifoqlashib Amerika qarshi turamsizlar. Bunday yo'l yo'q. Bo'libmi jungo sen Rossiya bilan birlashib Amerika qarshi turamsizlar? Bunday ish yo'q. Demak, bu yerda nima dedik? Boshida oxiri so'zlab kelyapmiz. Bu shunday mazmunda Beijingni oqibatdan ehtiyot qil deb ogohlantirdi. Demak, Beijing mana mushiyadagi Beijing. Şuna prezident Vladimir Putin, Rossiya Federatsiyasining prezidenti bu qatim Beijing keldi. Bilgichi Allah xalqaro jamiyatning elchisi bo'lib keldi. Uyg'uriston masalasi qanday qilasiz jungo hukumati? Endi buni qanday qilasiz? Bugungi xalqaro jamiyatning kishilik huquq, bugungi xalqaro jamiyatning genocide so'yqirim, siz bularga bir-birlab javob berasiz. Biz eg'izga olmadik. Lekin siz buning tarixiy yo'sinda javob bersangiz, Uyg'ur millatining qaddini ko'tarishga, Uyg'ur o'zi qurgan davlatni asliga keltirishga, bugun bu tarixda nima deb javob qaytarasiz? Şuna men hozir bu leksiyamni, muhokamamni sizga so'zlab bo'ldim. Rais Xi Jinpingga shuni deymanki, 2022-yil Rais Xi Jinping apandi siz 1949-yil 1-oyning 30-kuni Shibeypoda o'tkazilgan suhbat, Rossiyada yetib kelgan Molotov Mao Zedong Jungo Kompartiyasining a'zosi, boshlig'i Mao Zedong o'ttirisida o'tkazilgan suhbat bo'libmi Xinjiang to'g'risida, maxsus Xinjiang to'g'risida, Uyg'uriston masalasi to'g'risida, ya'ni Uyg'uristonni Xitoy qo'shib berish, vaqtlik son va yil hisobida qo'shib berish masalasi bo'yicha o'tkazilgan suhbatni endi xalqaro jamiyatga oshkorlaydigan, o'ttirg'a topshiradigan vaqt keldi. Jungnanxay